umuman dori darmonsiz tabiiy yo'l bilan davolaykan. Tabiiy yo'l bilan davolaykan degandan keyin men shu yerga kelib murojaat qildim. Klinikasiga kelganimda maqsad mani bo'g'im og'riqlarim juda ham charchatar edi. Bu bo'g'imlarim og'rig'i bo'yicha ishlamagan doktorim, bormagan joyim qolmadi. Lekin faqat dori, ukollar mani charchatib qo'ydi. Tabiiy yo'l bilan davolaykan degandan keyin men shu yerga kelib murojaat qildim. Yanvar oyi 5 ta lecheniyani olgandan keyin bo'g'im og'riqlarim, davleniyalarimni qo'yib yubordi. Ikkinchi lecheniyada kelib mani bu klinika nimayam menga ma'qul tushdi. Umuman dori darmonsiz davolaykan. Ana shu menga juda ham yoqdi. Nina, banka, massaj, elektromassaj, tortish bilan bo'lar ekan. Shulardan keyin mani og'rig'im qo'yadi. Xursand bo'lgan holatda chiqib ketaman. Minnatdorman. Rahmat shularga.